Bundan tashqari mana qirg'izistonlik yana bir shaxsimiz bor. Demak, buni xalq tilida nomlagan, ya'ni Abdulloh domla yoki Abdug'ani domla degan shu laqablar, taxalluslar bilan demak chiqadi. Bu ham demak asosan bularda endi asosiy kuchi nimada? Bular etnik o'zbek bo'lganligi sababli, ya'ni o'zbek tilida gapirganligi sababli bizni shu yoshlarimiz, bizni fuqarolarimiz demak o'sha o'ziga oldinga erishyapti. Oddiy gaplar bilan gapirib, oddiy narsalarni masalan hayotdalik uchun mana shunaqa bo'ladi degan bir soxta gaplar bilan yoshlar o'ziga qaratyapti. Keyinchalik ularni miyasiga sekin-sekinlik bilan masalan o'sha boya yuqorida aytganimizdek shu mana endi dunyo sahnasida bo'layotgan ishlarni ko'radigan bo'lsak ham ziyrak qalb egasi, kallasi ishlaydigan odam buni qaysinisi haq va qaysinisi nohaq ajratib oladi, birodarlar. Mana endi birodarlar, zamonamizda ko'payib borayotgan ulamolarni masxara qilishlik, ulamolarni yerga urishlik haqida suhbat qilgan bo'lamiz. Masxara istehzoning iste'molidan asosan islomga dushman bo'lgan guruhlar va ularni islom ummati orasiga kirib olgan dumlari foydalanishadi. Mana eshitdik oyatni, musulmon masxara qilmas ekan hech kimi.